Hop, biz bugun navbatdagi obyektimizga chiroyli razmerlarni olgani keldik. Razmerlarni olib olib turib, keyin esimizga kelib qoldi, shu video qo'yaylik dedik. Mana shu uyimiz, xudo xolasa, mana shu ixchamgina hovlichamizga mana Qo'qonga kelganmiz. Qo'qonda Yangi Qo'rg'ondamiz, xudo xolasa, mana shu eniga 10.80, bu yoqiga 890 midi. Mana razmerlarni polni olib oldik. 10.90 ga 870 joyimiz, chiroyli. Boyagi mana rasmda ko'rib turibsiz, ana shu loyihadan qilib bergani kelganmiz. Xudo xolasa shu mana razmerlarni olib oldik. Hamma yo'g'ini. To'qqiz 36. Mana shunaqa, xudo xolasa sizlar ham agar uy qurishda loyihaga muhtojlik sezayotgan bo'lsalaring, mana ekranda raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli borib, o'zimiz borib, mana shunday tarzda o'lchab, borgan mahallamiz shu zakladni 50% ni olamiz, ya'ni общий summani 50% ni olamiz. Qolganini o'sha kitob shaklida o'zimiz tayyorlab, olib kelib bergandan keyin beraverasizlar. Xudo xolasa mana shunaqa gaplar. Biz faqat O'zbekiston bo'ylab emas, qo'shni davlatlargacha ham xizmat ko'rsatib beraveramiz, xohlagan shaklda. O'sha polni hisob kitoblarigacha hamma yo'g'ini qilib berish imkoniyatlariga egamiz. Bo'ldi, biz endi o'lchashlarni yakunladik. Endi sekin uyga qaytaveramiz. Xudo xolasa sizlar bilan mana shu loyihani bitganini bir 15-20 kunlar ichida bitirib beramiz. Xudo xolasa o'shanda yana bitta video qilamiz, ya'ni o'sha tashagani kelganimizda video qilamiz. Hop, bu yerda asosan nima bo'lyapti? Qaranglar, mana to'g'ri davom etib ketadigan bo'lyapti, darvozaxona. Shunday kelyapti. Mana bu yerda o'sha mana rasmdagi loyihani ko'rgan bo'lsalaring, xuddi o'shani ixchamroq shakldagisi bo'ladi. O'sha bu yerda mana darvozaxona, mana bu yerga mehmonxona bo'lyapti. Podvalli bo'ladi mehmonxonamiz, o'rtada o'sha koridor, o'sha burchakda hojatxona. Bu yoqda hozir ko'ramiz, kattalarga yotoqxona bilan bitta detskiy yotoqxonani chamalaymiz, mo'ljallaymiz-da. Hojatxonasi tashqaridan alohida bo'lyapti. Mana shunaqa xohlashdi uyda egalar. Endi uyni ichiga qilganimizda, ya'ni mana kengayardi xonalarimiz, eni ham bo'yi ham kengayardi, lekin o'sha tashqaridan bo'lishini xohlashdi. Bo'ldi ana shunaqa. Xohish istaklarini kelib chiqqan holda chiroylab bitirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.